Javlonbek aka yaxshimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Akajon, ayni daqiqalarda sizga quvonchli kun tabriklari loyihasi ijodkorlari tomonidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bugungi Shukrona kun tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling, Allohimga banda, Rasulimizga ummat, yaqinlarga ne'mat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaringiz bilan chin qalbimizdan barcha loyihamiz ijodkorlari nomlaridan tabriklab qolamiz. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Har doim yaqinlaringiz ardog'ida, Allohimning panohida uzoq va barokatli umr kechirmog'ingizga tilakdoshimiz. Rahmat. Bugun ushbu go'zal ayyom munosabati bilan sizni muborakbod etib, biroz bo'lsa-da kayfiyatingizga kayfiyat qo'shish maqsadida yaqinlaringiz murojaat qilishgan ekan. Taxminingizcha ushbu tabriknomalarni yo'llagan inson aynan kim bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Qani oila a'zolar, yaqinlar orasida kimlar xayolingizga kelyapti? Ha? Mansur akammi? Albatta, bittada to'g'ri topdingiz, adashmadingiz. Shukrona kun bilan mehribon akajoningiz Mansurbek aka tabriklab qolibdilar sizni. Rahmat. Sog' bo'ling. Agarda yo'q demasangiz, biroz qimmatli vaqtingizdan olib, ularni sizga atalgan ushbu go'zal va ajoyib bo'lgan tabriknomalarni ham yetkazib qo'ysak, maylimi? Mayli. Marhamat. Jon desam, jonimga jondoshim o'zing. Jigar go'shtim, qonimga qondoshim o'zing. Menga madad aytilgan har bitta so'zing yaxshiyam baxtimga borsan jonim. G'amlar yaqin kela olmas yurar naridan. Baxtlar yog'ilaverar bo'lmas sirakam. Go'yoki sen kelgansan mehr qaridan, yaxshiyam baxtimga borsan jonim. Dardimga darmonsan, yelkadoshimsan, mehrdan tuyg'ular bog'langan mahkam. Shukrlar aytib charchamayman men, yaxshiyam baxtimga borsan jon ukam. Assalomu alaykum. Men uchun hammadan ham aziz va qadrli bo'lgan. Bir yurak ostida yaralganim, jigarim, jonim ukam. Seni bugungi Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronali kuning bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim, umring uzoq, rizqing ulug' bo'lsin. Allohimdan senga eng ziyoda baxtlarni tilab qolaman. Inshaalloh Robbim bir hidoyat yo'lini ochib, shunday baxt bersin u toli, nurli, xayrli, savobli amallarga sohib bo'lgan. Seni jonimdan-da ziyoda ko'raman jigarim. Bolalikdan rizqini bo'lishganim, har ne topsa bizga ilingan. Baxtimizga hamisha omon bo'lgan. Taning sog', xayrli umr yo'llaring ravshan bo'lsin. Ukajonim, ilohim Alloh panohida bo'lgan, doim omadini berib, zakotlar ulashguvchi saxiy boylar qatorida turgan. Oqibatimiz yo'qolmasin. Holimdan xabar olguvchi sendek jon jigarim, ukam borligidan faxrlanaman. Boringga ming shukr. Sen uchun har doim qo'llarim duoda. Ilohim el ichida martabang ulug' bo'lsin. Har doim har yerda yuzing yorug', tanu joning sog' bo'lsin. Boringga shukr ukajonim. Bugungi shukrona kunlaring yana bir bora muborak bo'lsin. Kunda holim so'ragan ukam. Ko'nglimga qaragan ukam, bu dunyoda borliging yaxshi. Ukalikka yaragan ukam. Yurishlari dadamdan yuqqan, doim meni tushunib uqqan. Onam seni yaxshiyam tuqqan, jigarlikka yaragan ukam. Ukam bor deb quvonib o'sdim. To'ldirasan bo'lsa kam ko'sdim. Meni sira sotmagan do'stim, jonim ukam, mehribon ukam. Xato qilib tushsam tozoqqa, yaqinlarim ketdi uzoqqa. O'zing qolding bosib quchoqqa, ukalikka yaragan ukam deya tabriklab qolibdilar. Akajon, sizni ham ularga atalgan so'zlaringiz bo'lsa, samimiy tilak, duolaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Shu baxtimizga salomat yursin. Umr uzoq bo'lsin. Baxtimizga salomat yursin, umr uzoq bo'lsin. Ham ota ham ana bo'lsin. Baxtlariga siz ham doim sog' bo'ling deymiz. Bu dunyodagi eng ulug' rishta jigarchilik rishtasi. Mana shunday mehr oqibatlaringizga hech ham ko'z nazarlar tegmasin deyman. Jigarchiliklaringiz bardavom bo'lsin. Har doim ularni ardog'ida, Allohimning panohida bo'ling. Shukrona kunlari yaxshi kayfiyatda, unutilmas qilib o'tkazib oling. Ko'zingizdan faqat quvonch ko'z yoshlari oqsin. Sog' bo'ling akajon, salomat bo'ling. Mayli.